Mana do'stlar, xo'rozchamiz. Bular necha oylik bo'ldi aka? Bular 3,5 oy to'ro'ga boryapti. Привозной yapon bular. Hali ko'rgansiz siz. O'shalar. To'ro'ga borilyapti. O'rtada tomoshaga olinyapti. Bular sotilmaydi. Vaqti kelsa bularni xalqqa tuxumidan beramiz, jo'jasidan beramiz degan ma'noda olib qolingan, to'g'rimi aka? Bitta ikkita, to'rtta makiyon borda yapon. Chiqilishini qarang. O'rtoqlar 100 talik original tozalarini tomosha qilaylik deydiganlarga mayli, sotilmasa ham sizlar uchun avzorni boshqachasi, bo'lakchasi. Bitta cho'ja deb chaqiryapti. Kichkina cho'ja. Qani pastga tushinglarchi. Voy, yapon atakaligini qilyapti-ku. Kelinglar, pastga tushinglarchi qani. Manzaraga bitta baho berasizlar o'rtoqlar. Bir-biridan go'zal, beg'ubor, toza, original zotlar bularni ko'rib ham maza qilib qo'yasiz, ko'rgan bo'lsangiz yana bitta ko'raylik deydiganlar tarafiga moshina videocha bo'ladi. Qashiga ana kichkina cho'ja chaqirib qo'yapti. Hammaga mana shunaqa yaxshi cho'jalar, yaxshi parandalar boqish nasib qilsin. Boqsang yaxshisini boq, tozasini boq deydigan gap bor-ku. Voy joning sog' bo'lg'ay. Bu kalsosi borlari hozirgi sotiladigan kichkintoy cho'jalardan katta partiya, 3 oylik, 4 oylik bo'lib qolganlar bular. Zotga bular. Xo'roz keldi, cho'jalar sekin chekindi. Tomosha uchun video qilinyapti. Like-da yemay kanal rivojiga hissa qo'shib turasizlar. Obuna bo'lmasdan tomosha qilayotganlar albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Erinmasdan Namangan To'raqo'rg'ondan Qo'qon Dang'araga kelib sizlar uchun yaxshi tomoshaga video olib ketay deb keldik. Mana. Nasib qilsa tuxumidan oling, cho'jasidan oling, xudo xolasa kuzgacha yaxshi zot qilib olasizlar. Voy joning sog' bo'lsin. Tozaligini ko'z tegmasin. Havas qilsang arziydigan zotlarda o'rtoqlar. Hovlingda yursa patak emas, hashak emas, tozasi yursa maza qilasan. Yapon pataka bu pryomoy kelgan Saxalindan. Hozirgi klasi 5 kiloga bormaydi, 4 kilo 700, 4 kilo 800 bo'lsa kerak. Bu Vietnam 100 talik tulay makiyon qo'shib qo'yilgan. Tulay makiyonni bekotisini ko'rganmisizlar? Ko'rmaganlar Telegram kanaliga o'tinglar. Tashab qo'yaman. Juda ham moshni. O'ta serharakat harakat. Tuxumga kirsa, poylab turibman. Tuxumlaridan o'zim ham olaman. Zotga endi bir 5-10 ta tuxumdan olsak, albatta pulini berib olamiz. Biz ham zot qilib olamiz, xudo xolasa. Chunki makiyonga ham 5 ketdim, xo'rozga ham 5 baho. Ayniqsa meni buchilik biladi, va shunaqa saman xo'rozlarga juda ham ishqibozman. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Voy joning sog' bo'lsin. Cho'jalarda kattalarmi? Qichqirishtirilmasa ham g'o'q qilib qo'yapti. Buni qarang, paralarini tozalagan. Voy, mana manzarani. Qo'shin akam qaqa borsa orqasidan yurar ekan bular. Qo'sh. Yemaydi-da. Ajoyib. Ajoyib, g'aroyib. Qani. Har joyga bunaqa chochib bermasam, bir-biriga egizmaydi-da. Qarashib qoladi, ha? Qalashib. O'sha zo'r yuradi, qo'rqoq yemaydi. Yaxshi sirgani katta ketaveradi, ha? Voy, orqamdagi cho'jalarni qarang. Ularni qaysi biriniz ham beqiling. O'rtoqlar. Ko'ring, maza qiling. Ma. Gap so'z yo'q. Mana shular sotiladi. Turklar, Koreya, Yapon tozalari, pirvozning tuxumlari kelgan. Aloqaga chiqasizlar. Mana bu Koreya o'rtoqlar. Mana bunisi turk, bu ham Koreya. Hammasini bilaman. Bular turk makiyonchilar mana. 2-3 oy yaxshilab boqing, tuxumga kiradi, xudo xolasa maza qilasiz. Endi bu katta partiyalar o'zlariga zotga kerak. Chunki postoyanno jo'ja chiqarishadi. Tuxum sotishadi, shuning uchun zotga, tuxumga kerak bo'ladi.
Makyolar ikkita kitob. Hurmatli do'stlar, qo'ldan kelganicha video qildik. Hamma ko'rsaga rozi bo'lasizlar. Xudo xohlasa sizlar bilan yana yaxshi videolarda ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.